Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. 5-dekabr kuni AQShning Washington shahrida Jahon chempionatiga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tadi. Terma jamoalar 4 ta savatchaga bo'lib chiqildi. Birinchi savatchada AQSh, Meksika, Kanada, Ispaniya, Argentina, Fransiya, Angliya, Braziliya, Portugaliya, Niderlandiya, Belgiya hamda Germaniya terma jamoalari joy oldi. Ikkinchi savatchada Xorvatiya, Marokash, Kolumbiya, Urugvay, Shvetsariya, Yaponiya, Senegal, Eron, Janubiy Koreya, Avstriya, Ekvador, Avstraliya. Uchinchi savatchada Norvegiya, Panama, Misr, Jazoir, Paragvay, Tunis, Shotlandiya, Côte d'Ivoire, O'zbekiston, Qatar, Saudiya Arabistoni hamda Janubiy Afrika terma jamoalari joy oldi. 4-savatchadan esa Iordaniya, Cabo Verde, Gana, Curacao, Gaiti, Yangi Zelandiya hamda qit'alararo play-offning 2 g'olibi. Bular Yangi Kaledoniya, Yamayka hamda Kongo Demokratik Respublikasi o'rtasidagi g'olib jamoa, Boliviya, Surinam hamda Iroq terma jamoasi o'rtasidagi g'olib jamoa yo'l oladi. UEFA Jahon chempionati saralash play-offining 4 g'olibi. Bular Italiya, Shimoliy Irlandiya, Uels, Bosniya va Gersegovina, Ukraina, Shvetsiya, Polsha, Albaniya, Turkiya, Ruminiya, Slovakiya, Kosovo, Daniya, Makedoniya, Chexiya hamda Irlandiya jamoalari o'rtasidagi 4 g'olib jamoa joy oladi. O'zbekiston terma jamoasini Jahon chempionatida qaysi terma jamoalar bilan bir guruhdan joy olishini istardingiz? Albatta, izohlaringizni yozib qoldiring.